Baliq biskasi Uzak Мәчете imom xatibi Hamid Idrisovning yaqinlashib kelishi Ramazon oyi o'ng'ayidan musulmon yurtdoshlarimizga yetkazgan o'ylaklarini sizning huzuringizga taqdim etamiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar mene siz kelip so'ragan so'rovlar bilan mana shu koronavirus afati taraluu sababli büyük ko'p musulmonlardan shunday so'rovlar tug'adi. Alloh aytay qo'ysan jamoat namozi bo'lar ekanimda, qo'ysan jumg'alar bo'lar ekan, qo'ysan urazalar nechik boshlarimiz ekan, taravihlarni nechik o'tkazamiz ekan, iftorlar nechik bo'lar ekan, mana o'zgan yil 29 iftor o'tkazdik, mana bu yil ular nechik bo'lar ekan deb bolalar bilan nechik shug'ullanamiz ekan, o'quvlarni qachon davom etamiz degan so'rovlar bek yish tuva ham ularga javob bergan kerak. Mana endi o'zimizning Tatariston prezidentining qarori ham shu qarorga negizlanib muftiyimiz Komil Hazratning qarori bor. Hozirgi vaqtda endi aprel oyi to'lisi bilan ham urazalarni da ileride o'qigiz degan tarvoqlarda bo'lmaydi deb bizga aning qarori kelib chiqdi. Mana chunki biz uni o'taga tegish qarorini har kim tartib bo'lsin uchun uni o'taga tegish. Shunga ko'ra masjidlar javob endi shirkatlarda javob berdi siz bilasiz. Masjidlarga 25, masjidlarda mingina hem koy vaqtda mezingine dirur tura çünkü türlü so'rovlar bo'lishi mumkin. Janoza bo'lishi mumkin, ayvet nikahlar turunda kelirga mumkinlar, ism qo'shuv turunda. Shunga ko'ra mana bu kontinentni burib jibarga yaramay, aqlligina ularni hal etishga kerak. Endi nikah turuna kelganda anda kız bilen jigit iki şahit bitti. Şunlar bilen o'tkazib bo'ladi. Anda ruxsat var. İsim qo'shirga bo'lsa da atiyan iskiladi. Babini salamiz da isim qo'shamiz. Janoza bo'lganda da janozani uramda bütün o'tkazilib turgan narsalarni uramda o'tkazib, endi janozani zotiga bizning ustimizda farz ana o'tmay bo'lmaydi. Mana shuning ishi bir ramkaga qo'yilgan bütün so'rovlar. Endi urazaga kelganda, uraza o savum deb ataladi. G'alati so'zi bizning aytganda narsadan bo'lsa da tiyilib turib, aytdik boshqa ishlardan, jinsiy munosabatlardan tiyilib turib deb ataladi. Shunga ko'ra urazani endi tam atganda qorajib bilan oqjibni bilinir başlaganda saharni tamamlaylar, hem urazaga kirarlar, oqshomga qadar endi oshov shu kerakmaganlarni silav, til urazasi, ko'z urazasi, oyoq urazasi, qo'l urazasi, butunisi urazaga kirib, kerakmagan yerga borishga jaramaydi, kerakmagan narsaga o'rinlarga jaramaydi, kerakmagan narsaga qarorga jaramaydi, tilasa narsa suylarga jaramaydi, asobiy kerakda til urazasi. Mana endi biz ana kontrolda tutarga tegish. Mana shulay urazani o'tkazadilar. Endi mana so'rovlar beradilar, fitra sadaqasi ko'p bo'lar ekan, fidya sadaqasi ko'p bo'lar ekan deb. Fitra sadaqasi 100 so'm. Ana qo'y vaqtda keltirib bersangizlar bo'lar. Fidya sadaqasi u uraza tutmagan kishi nimadir sabablar orqali sebepler ağrıma, indi başka türlü sebeplerine o 200 so'm sadaka beriyatish muhtojga ya bir muhtojni boshlattirga berish. Mana aning mana u kishining vazifasi shu. Endi to'g'rida to'targa kerak. Alloh taolaning endi uni yaqinayuvi Böyle orada bizim işte farz bulup durar, bizge varıp Allah'a aytgan, sizge kadar bo'lgan edemlerde uraza tuttular, onlarga da farz buldu, sizge de o farz buldura olganda urazani tutuguz, Allah Teala'nın rahmetinde bulursiz, kıyamet günde sizge cennette iyi edemler koyarlar. Şuna göre urazani indi bulduragan can tutarga kerak, var tağın indi ne? Tağın nersa verirler, mene
Okullar neçe ekan spirtler okul olar bilan neçe kerak bo'lar ekan shunga ko'ra endi o'zingning davom ettirgan vraching bilan сөйләшергә kerak balki аны tabletkaga alıştırıp bo'ladi shunga ko'ra tabletka alıştırıp bo'lsa tabletka alishga kerak okuldan endi yasaqmasga kerak okullarni mana urazalar turida shundayroq fikr hem şunlayrak takdimler indi Allah Teala Allah Rabbimiz Ramazan aylarında merhametli işlerde birleşirge nasip etseydi hem izgi günlerimizin tanışıkta o'tkazib izgi ameller kılıp indi şu urazanı tiyişli derecede o'tkazishga Allah Teala her birisine de nasip etseydi, her birisine de Allah Teala esenlik, sağlık verseydi, hayırlı ömürler, bereketli rızıklar, halal rızıklarından nasip etseydi, mene şu şiirler, son vakitte koronavirüs tüvatırıp duran şiirler tizgine bitseler edi, Allah Teala başka şiirlerini bizim halka bilmeseydi. Hayır Mayeviç, Uraza'ya kaçan kiremiz? Uraza'da 24 April'de Uraza'ya kiremiz. 24 April'de Uraza'ya kiremiz. Biz Sahara aşağı Uraza'da bularız Allah bilse. Onun şeyle başlıyoruz. İttengi sahar 1 saatte 24 koyadır ikinci yarıda indi. Sahar aşağı onda kalendarda yazılgan 1 saat razlitsa deyip. Ansıda da koyduğu kişiler soru verirler. Lakin o sahar aşağı bitirdin mi? Sıraz namazını okuyorsun da iş bitti. Erteginde 1 saat razlitsa onda ayırma verirler. Ansı meşitke gelip okuyturgan vakitka jaylaştırılgan. Çünkü sahar aşağı iş kişi bir tane meşitke kilesi var. Şu an kuranda vaktinin 1 saat verilgen. Şu an kuranda butamasınlar. İde oturabız iken, ide aşıyız iken, ide uraza tutabız iken, saharın aşıları ide bilen hem sırada ilten namazını okuylar da jatıp çaptılar. İş bitti şu anda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.